Bu 100 dollarni hozir olib ketishingiz mumkin. Qanaqasiga? Faqat men bu pulni quti ichidagi flash-up ichimligiga yopishtirib qo'ygan bo'laman. Sizni vazifangiz qanaqa bo'lsa ham 1 daqiqa ichida quti ichidagi flashni olib chiqish hamda 100 dollarga ega bo'lish. Qo'limcha rezinka emasligan. Vaqt ketdi. Qiynalyapman. 10 sekund. 20 sekund. Qiyin bu. Stop. Aynan shuning uchun sizga bitta savol olib qo'yganman. Agar to'g'ri javob bera oladigan bo'lsangiz, sizga yana ham osonlashtiramiz. Agar noto'g'ri javob beradigan bo'lsangiz, ozgina qiyinlashtiramiz. To'g'rimi? Da. Akvariumda 1000 ta baliq bor edi. Ertasi kuni bo'lsa 170 ta shoki bo'ldi. Nechta qoladi? 1800 Yo'q, necha? 830 tami? Yo'q, topolmaganingiz uchun ko'zingizni bog'lab endi harakat qilasiz. 100 dollar bermaydi deyman mana. Ketdi. Stop. Hop. Yana bitta savolimiz qoldi. Eng qizig'i sizda o'sha 8 soniya qolgan. Okey. Eng jiddiy savol. Fransiyaning poytaxti. Parij. Voy. Va nihoyat to'g'ri javob berganlar uchun ko'zdagi boshlar olib tashlanib, yana ham osonroq chiqazishlari uchun ularga kuchli magnit berdik. Ketdi vaqtimiz. 58 sekund. Akbar tezkor. Yutdingiz pulsiz.